Assalomu alaykum birodarlar, sog' salomatsizlar. Do'stlar, kimning qoni quyuqlashgan va hamda kimning artrit, artroz, revmatoid, revmatizmdan shikoyati bor, bo'g'imlarda og'riq, qaqshashlar tinch qo'ymayaptimi? Mana sizlarga tabiiy davosi o'rtoqlar. Sizlar uchun atayin video rolik qilyapman buni. Turklarning retsepti. O'rtoqlar, mana shu ko'rib turganingiz tol daraxt ko'ryapsizmi? Mana shunday yosh novdachasini olasiz. Mana po'stidan shilasiz. Po'stini shilib olib, ana shu po'stlog'ini, ya'ni qobig'ini bir osh qoshiqini 1 litr qaynoq suvga damlab qo'yasiz yoki qaynatib olasizda 3 mahal 4 mahal ovqatdan oldin iste'mol qilib yurasiz. 1 oy 2 oy shuni iste'mol qiling. Tabiiy asetsalsilovoya kislota va hamda o'rtoqlar og'riq sindromini yengillashtiradi, yo'qotadi va davolash xususiyatlari ham bor. Osteoxondrozda tuz haydovchi xususiyati ham bor. Isitmani ham tushiradi. Ortiq masalaga yana nima tavsiya qilay do'stlar mana. Foydalaning bo'ldi. Qaranglar, dori sepadigan apparat ham bor. Xullas sog' salomat bo'linglar, Allohga omonat xayr, o'zingizga asrang.